Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli rishtonliklar, Rishtonda kitob o'qishni va kitobni sevadigan do'stlar uchun Rishton kutubxona axborot xizmatiga kelganmiz. Siz rishtonliklarga shu yerdagi kutubxonani bir obzor qilaylik. Faqat atrofdagi masalan tadbirkorliklar emas, lekin kitobni sevadigan do'stlarga ham xuddi shunaqa Rishtonimizda katta kutubxona bor ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchab qolmayapsizmi? Xush kelibsiz bizning Ziyo maskanimizga. Ushbu kutubxona haqida bir 3-4 og'iz rishtonlik bir hojona, hoji otalar kelib shu yerda o'qisa bo'ladimi? Bir o'shani bir ma'lumotini bersangiz. Albatta, aziz rishtonliklar, kutubxona bejizga Ziyo maskani, g'oyalar maskani deb bejizga aytilmaydi. Bizda axborot kutubxona markazi kitob jamg'armamizda 46 mingga yaqin kitoblar, ya'ni turli fan sohalariga oid bolalar adabiyoti, jahon va o'zbek adabiyoti namoyandalari, turdonalari mana saqlanib kitobxonlarga mutolaa uchun berilib kelmoqda. Aziz rishtonlik ayollarimiz, kitobxonlar, sizlarga hech ham xavotirga tushmanglar, chunki sizlarni oila davrasida, bola parvarishida bo'lishlaring mumkin. Bizni kutubxonamizga kelib, mana shunday o'zlaringga mos bo'lgan bolalar uchun deysizmi, ertak kitoblari deysizmi, bemalol bizni kitob jamg'armamizdagi adabiyotlardan olib ketib foydalaninglar. Mana bizni Rishton axborot kutubxona markazimiz tumanimizning qoq markazida, ma'naviyat ma'rifat maskanida joylashgan bo'lib, siz aziz kitobxonlar uchun qulay manzil hisoblanadi. Bizni Rishtonlik o'zimizni obunachi yosh yigitlarimiz ham kelib shu yerdan bemalol kitoblarni o'qib o'tirsa bo'ladi. Albatta, bizni mana o'quv zallarimizda sizlar o'zlaringga xohlagan adabiyotlaringni, xohlagan janrdagi kitoblaringizni olib bemalol mutolaa qilishlari mumkin. Hurmatli kitobxonlar, kelinglar, bo'sh vaqtlaringni mazmunli, ma'naviyatli qilib o'tkazishni xohlaysizlarmi? Unda bizda Rishton tumani axborot kutubxona markaziga kelishlaringizni chorlab qolamiz. Hurmatli obunachilar, kelaverasizlar. O'zim ham shu yerda kitob o'qishni boshladim. Rahmat, sog' bo'ling. Marhamat, kelaveringlar. Bilim maskanimiz sizlar uchun ochiq. Rahmat.